Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz, sizlarga yaxshisini ilanaman. Tayyor 3 ta yonma-yon hovlimiz chiqyapti, yangi qurilgan. Tayyor holatda. Bittasi o'zi sotuvga qo'yilib sotildi, 2 ta yonma-yoni qolgan. Sizlarga bittasini obzor qilib beraman. Bu xonadonimiz hop Bektemir postidan 3 kilometr ichkari kirganda bo'pti. Food City'ni bozorigacha ham где-то 2 kilometr radiusda joylashgan xonadonimiz. Umumiy yer maydoni 1,5 sotikka tushgan. Mana shu bugun fayzli xonadonimizni sizlarga obzorini qilib beraman. Asosiy ko'ryapsizlar, xonadonimizga kirishimiz, naves osti binomiz bemalol bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Tashqarida o'zini alohida hojatxonalari bor. Ziloniy zonaga qaranglar. Akkuratni qilib, neobычный qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Xonadonimiz 2 urbindan iborat. Asosiy kiruv eshigimiz, suv eshigimiz orqali ichkari kiraman. Sizlarga to'liq obzorini ko'rsatib beraman. Shu ro'za Ramazon oylarida har bitta ko'rib turgan obunachimizga kamida shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin deganlar videoni boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Ayollar uchun mo'ljallangan oshxonamiz bo'pti, mebel texnikalari bilan hammasi qo'yilgan, tayyor holatda. Kelasiz, kiyim-kechaklarni olib kelasizlar, mazza qilib yashab bersanglar bo'ldi. Tashqariga qaragan oynalarimiz bor, xonadonimiz umumiy to'plik orqali serkan. Birinchi oshxonamiz bo'pti. Yo'lga bo'lib yuramiz, to'g'rida mehmonlar kutadigan bu zalimiz bo'pti. Qaranglar, qanaqa yorqin bo'ylardan foydalanishgan ekan. Lustralarga bitta alohida like-chani bosib ketsanglar ham bo'laveradi. Tashqari qaragan oynalarimiz mana joyida qaranglar, eshiklar ham qoldirib ketishgan, orqa tarafda havolanib turish uchun joylar ham tashlab ketishgan ekan. Bemalol orqa tarafga agar chiqib qozon o'chog'inglar bo'lsa ham qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy saunzelimiz qanaqa chiqqan kommentariyada o'zinglarni fikringlarni, alohida fikringlarni qoldirib ketaverasizlar. Zinamizni tegini xohlasanglar kladovka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Shu chiroyli zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajimizga ko'tarishimizdan oldin qaranglar, mana bunaqa chiroyli kartinkalar ham qilib qo'yishgan ekan. Ikkinchi etajimizda umumiy sizlarni 4 ta xona va bitta saunzel kutib oladi. Mana shunaqa holatda bo'lyapti. Xo'p. Birinchi xonamiz, birinchi spalnimiz bo'pti. Tashqari qaragan oynamiz bor. Bu xonalarimizda chiroyli, ko'zga yoqadigan, ko'zni charchatmaydigan bo'ylardan foydalanishgan ekan. Keyingi xonamiz ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan bitta bu joyimiz spalni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qanaqa chiqqan? O'zini alohida saunzellari ham bor. Yaxshi chiroyli qilib qo'yishgan ekan, to'g'risi menga lekin yoqdi. Keyingi xonamiz, bu joyimiz ham bitta xonamiz bo'pti. O'zini alohida bu joyimizda ham saunzellari bor. Qarang, ikkinchi etajimizda umumiy shunda 3 ta saunzel bo'pti. Keyingi xonamiz, keyingi alohida yana bitta spalnimiz bo'pti. Ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi, menga to'g'risini aytsam, yoqdi bu xonadonimiz. Umumiy saunzelimiz ikkinchi etaj uchun mo'ljallangan. Kimgadir shu xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bu xonadonimizning narxini $107,000 deyapmiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'pti. Shunaqa arzon uchastkalar bo'ladimi, yeringlar bo'ladimi, farqi yo'q. Tepada nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, Ramazon oyida tekin qilib qo'yganmiz reklamamizni. Bizlar bilan bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. O'zingizlar ehtiyot qiling.